Assalomu alaykum hurmatli hamyonbop kanalimiz obunachilari va kuzatuvchilari. Bugun yakshanba, xudo xolasa 18-chisi adashmasam, iyul haftaning yakshanba kuni sekin bozorga qarab obzorlarni olgan tushdik. Qo'ldan kelgancha so'ragan narsalarni chiqarib berishga harakat qilamiz. Bizning mehnatimiz samarasi har doimgidek laklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Musofirga safar ketganlar salomat sog'-salomat oila bag'riga, vatanimizga, yurtimizga kelib olsin. Tinch yurtimizga ko'z tegmasin. Xalqimiz boy bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Alloh har bir kunimizga xayr baraka yog'dirsin. O'zingizda sotiladigan uy-joy, nedvijimiz, mashinalarni bo'lsa ko'rsatilgan nomerga qo'ng'iroq qilaylik. Qo'ldan kelgancha hammasini e'lonlarga joylab beramiz. Instagram, Telegramga o'tib obuna bo'lib olasizlar. Mana shu YouTube kanaliga kiriladigan bo'lsa, o'sha yerda silkalari bor. O'sha yerdan o'tib obuna bo'lib olasizlar. Hatto o'rtasida juda ham zo'r mashinalar qo'yilyapti. Sotiladigan mashinalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsanglar, qo'ldan kelgancha qimmatroq narxlarga olib qolish kerak. Yoki trading xizmati yoki nasiya savdolarga ham gaplashsa bo'ladigan joylari bor. Biz sizga xudo xolasa ishlarimizni bosdingiz, siz layklar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar. Havoni ham ko'rasizlar. Bugun operatorimizning yo'li o'zimizda sekin xudo xolasa qo'ldan kelgancha boshlab ko'rsatib ketaveramiz. Xo'p, Nissan Altima 2008-yilda ishlab chiqarilgan mashina, 212 ming bo'lgan probegi. Mashina umumiy holati yaxshi holatda turibdi. Balonlari ham zo'r holatda. Hop, ustalari ham yaxshi holatda turibdi. Hop, salonlari ko'rib turganinglardek chiroyli qo'ygan, yaxshi nakitkalar taqib qo'yilgan mashinaga. Salon keng, katta, Android o'ziniki monitor, avtomatik korobka bo'lyapti. Mashina umumiy holati yaxshi holatda. Bir aylantirib ko'rsatib o'ramiz. Nissan Altima haydayman deganlarga. Hop, 2,5 litrli motor. Bunda propani bor edi. Propan bor edi, balon yechilganda, uni o'ziga ham aniq qo'yilgan. Sambuferlar, uchiga endi o'zi ekonomik mashina. Narx kelishib qolinsa, propanni ham qo'shib beraverasizmi? Beraveraman. Narx kelishilsa, hop, propanni ham qo'shib beraman deyaptilar. Muzika, akustikalar hammasi yig'ilgan ekan. Bu o'zingizda dejurniy mashina hozir. Dejurniy mashina yumshoq, lekin maza qilib yuradi, konditsionerligiz ishlab turgan ekan. Necha pul qilib beramiz buni hozirga? 700 pul beraveramiz. 7300. Tepasiga kelsa bor, xayr barakasi bor. Hamyonbopdan ko'rib keldim deydigan bo'lsa, shu har doimgidek nimadir bonuslar qilib beramiz. Telefon nomerimiz 98 127 10 77. Mashina uyda turadi, gospitalniyada. Bemalol kelib ko'rsalar bo'ladi. Demak, begim kunlar bozordan tashqari kunlar o'zingizda uyda bo'ladi. Telefon qilishsa bemalol gospitalniy atrofida ko'rsatib yuborsa bo'ladi. Hop, mana bu yengillik bo'pti endi, xudo xolasa Kia. 4 yengil balon. Kia Optima. Juda ham ekonomik mashina ekan, yaxshi oiladan chiqqan, juda ham akkuratni binilgan. Salonlarni ko'rsangiz, bagajlarni ko'rsangiz. Hop, mana bagajlarni bir sidirib ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Juda ham akkuratni turibdi bagajlar. Xo'sh. Apshipkalar ham hammasi yaxshi holatda. Buni yili 2008. 2008 probegi? Probegi 262 mi, 3 mi mana shunaqa yurgan mashina. Halol. Pioneer apparatura, Infinity akustikasi. Sambuferlari ham bor. Sambuferlar. Ichkarida tepaga qotirilgan o'ziniki. Bemalol aka, bemalol. Hop, bu o'shanda motor biru tak, ikkitali motor. Yangi akkumulyator yaqinda qo'yilgan. Artilmadimi даже, yurmadi. Changi bilan turibdi o'zini. Zavodskiy changidan. Konditsioner juda ham yaxshi ishlaydi. Balonlar yep-yangi Mazda balonlar. Yurishlari juda ham yaxshi. Ikkita yoni tekis, chiroyli, zazorlar hammasi zo'r turibdi. Starti 7700 so'ralyapti bunga. 62 mi, 3 mi mana shunaqa yurgan aka. Halol. Hop. 98lik 127 1077 bitta shu krilyoda kraska. Qilingan. O'rilmagan, ichiga o'tmagan. Podbor kraska juda ham zavod qilingan. Hop. 7700 so'ralyapti. Sodasi bor tepasiga kelinsa, gaplashsa bo'ladi. Telefon nomeri tu, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Salon holatlarini yana bitta bemalol ko'rsatib o'tamiz. 108 pultlari turibdi o'rtadan. Avtomatik korobka. Pult. Yo'ldan boshqaruv tizimlari, salonlar juda ham akkurat. Hamma narsa. Orqani kengliklarini ham ko'rib ketinglar, mana orqadan kengliklari, apshipkalar hammasi zo'r holatda turibdi. Tarpetkalarda ham bir titrishini joyi yo'q ekan, tarpetkalar hammasi yaxshi zo'r turgan ekan. Klimat kontrol ham bor. Start stop. Telefon nomerlar aytdi.
Mana ko'rib turibsizlar. Hop 7700 so'rayaptilar, tepasiga kelinsa kelishtirib beriladigan joy. Juda ham ko'pchilik so'ragan mashinadan chiqibdi mashinaga, bozorga Toyota Corolla. Isuv endi boshladi уже sразу Isuv bilinyapti. Bu lozim aka. Toyota Camry Sarakovka juda ham ishqibozlar bugun ko'p. Juda ham ko'p so'rashadi. Propan neta? Trapan. Propani ham bor mashinani. 4-chi pokoleniya. Salon holatlari вообще lekin salonda ideal holatda turgan ekan. Mana propanlar zapaska yangi xaridlar zapaska turibdi. Mashina. Propan kattadan. Kattasidan yangi zapaska turibdi, zapaskalar. Umumiy holatda mashinani mana ko'rib turibsizlar. Buni yili 2007. 2007 probegi. 372 mi mana shunaqa ham. Buni necha pul qilib beramiz? Android turibdi, fleshkalari bilan, USB-lari bilan, GPS navigatorlari bilan. Oho. 7,5 bo'lsa 7,3 ga beraveramiz. Tayyor holatda. Ko'ryapsiz. O'zi ko'z salon ham yaxshi holatda. Do'st ko'zi issiqda chiqishga qiyin. Keyin katta, mana buzilmaydigan zo'r mashinalardan bittasi bu ham avtlarga qo'ja qilib qo'yilgan ekan. Mana qaranglar qanaqa turibdi arshifkalar. Hamma yo'q mashina zo'r holatda turibdi. Bir sidirimdan aylantirib ko'rsatib yuboramiz. Endi bugun operator yo'li o'zimiz amallaymiz. Kun suv bo'lsa ham bizdan duoga otaxonlarimiz, aka-ukalarimiz hammaligi ko'rsatadi. Toyota Camry Sarakovka 2007-yil 300 mingdan oshgan probeg. Hop. Propan gaz 2.4 atmosferniy motor. Mana atseklarni ham bir sidirib ko'rsatib yuboramiz. ABS'li. Bu ham yangi akkumulyator qo'yilgan. Akkumulyatorlar filtrlari yaqinda hammasi almashtirilgan. Hop. Telefon nomerimiz o'sha 98 127 10 77. Hamyonbobdan ko'rib keldim deydigan bo'lsanglar, akamlar narxidan o'tib kelishtirib beradi. Insof sari baraka, lekin mashinadan turish teti ekan mana. Toyota Camry o'zi anchadan beri bozorga chiqmayotgandi, mana bozorga chiqdi, sirasi oldi, qo'ydi. Yapon mashinasini har doim aytaman, baribir yapon mashinasi chidamli bo'ladi. Bozorga bersa endi oraga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hop. Mercedes W210 111 motor. Hop, dokumentalniy metan gazlari bilan 97lik 342 22 53 telefon nomeri. Hop, salon holatlari mana o'rta. Xo'sh. Probegi 136 ming ko'rsatyapti. Agar to'g'ri bo'lsa, avtomatik korovka, klimat kontrolli bor. 8800 midi bu? 8800 ga. Avtomatik korovka, metan gazlari bilan dokumentalniy. Hop, balonlar holati ham yaxshi. Inomarkadan zapchastdan ham hozir bilasizlar, unaqa muammo yo'q, ustidan ham muammo yo'q bo'lib qoldi. Chunki o'zimizda Farqatskida, Sergelida zapchasta bemalol. 8800 ga klimat kontrollari bor, pioner magnitofon, avtomatik korovka. Telefon nomer 97lik 342 22 53. Yo, bu sal qimmatli qiladi. Menga mexanikasi ham bo'ladi deydigan bo'lsanglar, mexanika mana 96-yil 111 motor benzinli mashina, lekin mana yondan ham ko'rsatamiz. Bunday qilib zazorlar hammasi yaxshi holatda turibdi. Balonlar o'rta holatda. 96-yil Mercedes W210 mexanika benzin. 93lik 214 22 72. Narxi juda ham zo'r. Narxi zo'r lekin. Achishgan salonlar, mexanika коробка, 4 oyna elektropривод, pioner magnitofon, 518 ming bo'lgan probegi. Tepada lukligi, oynali lukli. Lekin baribir keng katta Mercedes, baribir Mercedes. Afrikada ham Mercedes. Hop, oyog'ida 4 ta mana AMG diskalada. Mashinaning tashqi ko'rinishlari ham yomon emas, lekin tashqi ko'rinishlari ham yaxshi holatda mashinani. Xo'sh, narxi nima deb o'ylaysizlar? Voy, salonlar juda ham chiroyli, zo'r holatda. Olib haydash kerak, narxiga zo'r. Maza qilib yurasizlar. 3900 ga bosib yuboradigan joy. 3900 ga Mercedes W210 111 motor mexanik коробка 96-yilda ishlangan. 93lik 214 22 74. 3900. Hyundai Avante 2008-yil 198 ming probeg. Kraska etvetida bor. 1.6 motor. Atmosferniy benzinda. Benzinda mashina, lekin turuq holatlari yomon emas. Yaxshi holat. Rangi ham sochli bo'lib turibdi.
Hop, 4 ta yangi balon ekan oyog'ida. Xo'sh, salonlarni bitta ko'rib olamiz. Hop, orqalarini qaranglar qanaqa turibdi. O'rtada bar podstakanchik, obshivkalar ham hammasi yaxshi holatda. Hop, klimat kontrolligacha bor ekan mashinada, avtomat коробка bo'lyapti, parktronik. Saloni juda ham zo'r. Hop. Nech pul qilib beramiz buni, aka? Yarımlik so'rovda sizlar kanalida 7000 deb beramiz. 7000. Telefon nomerimizni 90lik 994 51 74. bozor bersin, barakasini bersin, aka. Hammaga nasib qilsin. Bu yo'llari bilan bitta aylantirib ko'rsatib yuboramiz. Hyundai Avante. Holati ideal. Zo'r holatda. Nucho, bratan, sotilmadimi? Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Charchamasdan. Assalomu alaykum. Hop, ma'lumotlarni aytib endi bir sizda. 2020 edi. Да, 2020 год, Ага. пробег 85, родная краска, маленькое пятно на правом крыле есть, где арка. Hop, oldi, orqalarga защита dugala qilingan. Порог. Tagiga parok qo'yilgan, diska balonlargacha almashgan ekan. Balonlar holati hammasi zo'r, ikon diskalarda. Hop, tepalar qoraytirib qo'yilgan mana qilib. Orqalar polistireni, ya'ni orqa tomonni o'zi tayinlovkada, salonlar mana bor holatda. Tarpetkalar ham yo'q, chiroyli holatda turibdi. Yo'ldan boshqaruv tizimlari, avtomat ko'rikli signal bagajdlari. Hamma narsasi bor. Orqalar ham keng katta mashinada. Orqada o'tirgan odam ham maza qilib yuradi. Hop, benzinda bu. Бензин. Benzin расход qanaqa bo'lyapti? 8 литров. 8 litr shahar ichida. Мотор 1.6. Самый Бруалты. экономичный, самый надежный, цепь. Sepli teng bo'lib. Necha pul qilib beramiz buni? Он очень легко бьется. 13900. Камера сзади есть, монитор бор. Oldu kamera bor. Orqa kamera bor. Bu sensor. Sensorni orqa bagajni ochish ham Sostoяние keng, yangi. katta. Oho, juda ham akkuratni turgan ekan. Mana buni ustiga ham polki bemalol 10 kilogacha bo'lgan narsalar qo'yib yuraverasizlar. Ходовая Ладно. новая, все поменено. Такой проблемы нет. Hop, bokovoy ligirovkalari, 4 poyni elektroprid, Multirul. avtomat коробка, multirul. Hop, 85 ming bo'lgan probek. Kraska bitta dona pitno. Necha pul qilib beramiz, a? Oxiri окончательно. Он очень 700. 13700 ga. Telefon nomerimiz? Hop, 70 oldida. kod. Hop, 70 kod bilan 494 77 Нет, 90 97. Ha, 97 99. Adashib ketamiz, ana toza stikerlarga chop qo'yilgan ekan. Bozori bersin, barakasi bersin, sotilib ketsin. Zo'r mashina lekin, Hyundai bilasizlar, ortiqcha tarifga ham o'zi kerak yo'q. Teng bo'lib teylar dugalar mana bunaqa pastlariga Сзади тоже багажник. chiroyli qilib qo'yilgan ekan. Mana orqa bagajni yopsalar, hozir ko'ramiz. Orqa bagajni yopdilar, mana orqa holatlari bilan qaranglar, qanaqa turibdi. Mana bunaqa dugalari bilan zo'r holatda. Mana shu dugalarni ham olib qo'ydiraman. Сейчас капот откроем. Mana shu dugalarni ham qo'ydiraman desa, kamida bir 200 dollar ketsa kerak, undan oshib ketmasa. Bo'lishida. Дорогие, да. О. Оригинал. Motorli ishlab turibdi mana. Konditsionerli ishlab turibdi. Motor holatlari, mana ishlashlari yeng yakunlatar ekan, Delco. Qo'ng'iroq qilaveringlar, baribir tepasiga keladigan bo'lsanglar, 70lik 494 97 99 tepasiga kelib savdo qilsanglar, baribir nimadir o'tib beradigan joylari bo'ladi. Bozori bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hop. Hyundai Tucson so'raganlarga, Hyundai Tucson 2017-yil kraskalar родной ekan. Hop, balonlar yangi taqilgan mashinaga 2 litrlik eng fulli bo'lyapti. Bu 11 oy tayyorlovka ruxsatnomalari bor mashinani. Qo'shimchasiga propan gazi ham bor. Kalitsiz kirish tizimlari. Hop, ichkari holatlarini ko'ramiz. 146 ming bo'lgan probegi. Keng, katta, zo'r. Hop, mana ko'ryapsizlar, qishki rejim, klimat kontrol, Android monitor, ruldan boshqaruv tizimlari. Hop, narxi ham yomon emas lekin 15,5 ming bo'lsa berib yuboraman deb, tepasiga kelib savdo qiladigan bo'lsangiz, tepasida savdosi bo'ladi. Bir ikki baribir o'tib beraylik, pul chiqarib beraylik. Tepada panorama, lyuk. Apshipkalar, qo'jalari hammasi yaxshi holatda turibdi. Tushunkalar ham bor ekan, adashmasam. Tushunkalar ham qilingan ekan. Mokri ranglari holati yomon emas, yaxshi. O'ngni elektri
paket bo'lyapti. 2017 146 ming probeg, propan gaz, kraskalar toza 15,5 mingga. 97lik 977 04 97. Hyundai Avante so'raganligi, mexanikasini so'raganligi, mexaniki 1.6 motor, atmosferniy, benzin, gaz, Propan, benzin. propani ham bor mashinani. Kraskalari bor endi bu yerda. O'xshashlik qilingan. O'sha asvist qilingan. Salon holatlarini ko'rasizlar. Hop, apparat qizib ketyapti. Qo'ldan kelgancha olamiz endi. Duolarda eslab qo'yaverasizlar. Narxi 5000 so'rayaptilar. Tepasiga keladigan bo'lsa, tepasiga kelishtirib beradigan joylari bor. Telefon nomerimiz aka? 50 504 77 89. Nasiya yetmay qolgan joyiga faqat naqdga. Faqat naqdga ekan. Hyundai Avante yili 2008. 2008 300 qancha edi probegi? 82 ming. 382 ming probeg. To'g'ri. Hop, Kia Carnival so'raganlarga, Kia Carnival ikkita lyukligi, 3.5 motori, 3 motor. Hop, mashina ishlab chiqarilgan 2017-yilda ishlab chiqarilgan, 226 ming bo'lgan probegi, 99lik 692 33 77. Kraskalari? Kraskasi toza. Kraska toza. Yangi balon qo'yilgan. Aha. To'rtta yangi balon. Puli bor. Mashinada. Hop, Carnival tegdi dugalarni ham ko'ryapsizlar. O'zlari o'zi ochiladi. Ketdi. Polni elektropaket. Bitta ochaverasiz, qarang. Pultda ham ochilib yopilaveradi polni. U yoq tomoni ham ochildi. Orqani ham ochamiz pultda. Va bagaj ham ketdi mana. Mana ochadi. Polni elektropривод mashina. Hop, kojniy salon. 8 talik o'shanda bu. 9 ta orqa tushirib qo'yilgan. 9 talik. Salon kengligi, kattaliklari juda ham zo'r. Hop, narxi nima qilib beramiz buni? Narxi kelishtiramiz agar maqsak. 19 deb turibman. Endi qarang. Haftadan haftaga narx qaytib ketyapti-da. Realniy narx ayting, sotilsin, sizga rezultat bo'lsa. Olganim 8,5 bo'lsa berib yuboraman. 18,5 mingga bo'lsa berib yuboriladi mashina. Telefon nomerlarini aytib, kraskalari toza, polni elektropривод, avtomatik korobka, start, stop, sidena, abagriv, hamma narsasi bor mashinani. 3 motor, benzinda. Rasxod qanaqa bunda? 10 ta 12 ta. 10 ta 12 ta, 4 ta yangi balon. Hop, tayyorlovkalari bor. Ruldan boshqaruv tizimda ko'rib turganingizdek. 18,5 mingga. 17-yil. 226 ming probeg, 99lik 692 33 77. Kia Carnival. Bozori bersin, barakasini bersin aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. 16-yil. Gapir. Propanlari bilan. Mana hozir aka 18,5 ga qo'yib qo'yapman. Eshitdi. Propani bor. Benzin 3. Nechi pul qo'y? 16-yil. Nechi pul qo'y? Umid egamni bilasizlar, o'zi har doim hamyonbop narx bo'ladi. Hozir endi men o'tgan safargi ikkita mashinadan keyinchi, Kanalga mos. ikkita mashinadan keyin narx yetishgacha o'chib qoldi bizga, boru. Nechi pul qo'y? Qani, Nechi pul qo'yamiz? nechi pul qo'y? Gapir. Hop, 2016-yil Ha. probegi Probegi 246 ming, 246 ming. Hop, 250 ming narver atrofida, 4 ta yangi balon, 3 motor, qo'shimchasiga Ha. propan gazi Ha. bor. Polni elektropривод. Hop, ha. Gapira qol. 18 narveri. Bo'lsa kerak. Tushunmadim, qaysi kanal bu? Hamyonbop. Hamyonbopda bunaqa bo'lmaydi, noto'g'ri kanal. Ya endi qo'yib qo'yaman, narx qo'yib qo'yotganim uchun ko'rib turib aytyapman. Gapir, nechi qo'yasan? 17, Tuzukroq gapir. 16, Tuzukroq gapir. 15. Tuzukroq gapir. Yo'q, Umid aka hazillashyapsizmi? Bu nima kanal bu o'zi? Hamyonbop kanali. 15 dan ham pastmi? Ha? 15 dan ham pastmi? Voy 14 ga. 14 mingga. Voy 14 ga bunaqasi. 14 mingga bosib yuboradigan joy. Kia Carnival 2017-yil. Mana mashina. Sidenalar elektropaket, avtomatik korobka, klimat kontrolli. Xo'p. Mana buni qaranglar, mashina. Umid ekan sidena abagriv. Propan gaz. Hop, 3, 6, 7 shopur bilan 8 ta mestali bo'lyapti. Umid aka portlatib yubordiz lekin. Portlatib yuboraman. Portlatib yubordilar lekin. Bor 14 mingga. Bu nima kanal o'zi? Shu har doimgidek hamyonbop kanali. O'tib ketayotganlar to'xtab qolishyapti. 14 ming bo'lib ketibdi aka. 14 mingga. Motor atseklini ko'rsat. Mana. Atseklarni ko'rsin odam. Mana.
Mana italyan gazlarigacha ko'rsin, propanlarigacha. Benzin doda. Mana, Propani ham bor. mana atseklarni Bor yo'q, ko'rsin. Oylik. O'zi boqadi. Уже bu mashinadan keyinchi Umid aka keyingi mashinalarni antka borib 30 ming, 28 ming уже menga вообще qimmat tuyulib ketadi. O bagaj ham bor, yana qo'shimchasiga gaz ham bor, propan mana bundan turibdi. Yangi qo'yilgan, yangi propan qo'yilgan. Dokumentlar hammasi joyida. Bu kanalni o'ziga mosini qo'yamiz, biz ko'rpilatamiz. Bunaqa kanallar. 14 ming gap bo'lishi mumkin emas. O'zlarining ham Instagramda kanallari bor, Avtomir. Bilasizlar, o'tgan ham mashinadan to'liq qilib obzorlarni qo'yib ko'rsatib beradilar. U yoqqa ham o'tib obuna bo'lib olaveramiz. 98lik 304 11 11 mi? 93lik 304 11 11. 93lik 304 11 11 telefon. Hop, mana. Hyundai 16-yil Elantra bu. Elantra. Elantra. Hop, holati a'lo. 157 ming yurgan. Polni full. 1.6 ning full. Polni abagri, Look. ishlari slipoy zonalarigacha bor. 4 ta Michelin balon, yangi taqilgan diskalar, keng, orqali ham katta, tonirovka orqada. Bagajlari mana. Bemalol, kattaliklar. Bemalol. Mana. Zapaska, Zapaska tushmagan, mana. Zapaska tushmagan. Zapaska tushmagan. Ha. 16-yil mashina. Bitta mana masjidida pitnosi bor, mana. Masjidida pitnosi bor. Mana Buni nima qilib beramiz narxini? nima qilib beraylik? Men narx ayta olmayapman o'sha Umid aka. Manachi bozordagi narxlardanchi aniq chalg'itib qo'yapsiz. Kanal Hamyonmi? 13 ming. 13 mingga. 13 mingga. Siz kirish tizimlari, slipoy zona. Hamma narsasi bor. Bon. Mana hamma yo'li bor. Elektronli sidinalar, konseynerlar muzdek bo'lib turibdi. İçlari, sidinalar, pataloglari tek ketmagan. 157 ming. Kanalga mosini shunaqa qilib o'rtalatamiz. Borini qo'yib. 13 mingga. Yana sunnati bor. Tepasi bor, xayri barakasiga o'tadigan joylari bor. Hop, qaranglar ketdi. Geniga ham gaplasha olayman. Va Buni ham gaplasha olayman geniga. bunga ham gen bor. Ha, Buni bor. bori hozir vodiy qo'ysa, hozir qo'yaman-da buni. Hozir qo'yish. Hozir olib ketishadi buni. Xudo xolasa. O'rtalash shunaqa. 93lik 304 11 11 14 mingga. Bosib yuboradigan joy lekin narx baş dahshat. Cherry Arizo 7 Pro. 7 Pro 23-yil 41 ming yurgan. 15.700 ga portlatdi. 15700 ga. 15.700 ga top toza kraska. Kraskalar toza. Ideal, top toza. 24 salondan chiqqan. 24 salondan chiqqan. 23 ga 24. Hop. Avtomat korobka, ruldan boshqaruv tizimlari, elektronik tablo. O'rnatish kerakmi? Hop, Tigo. 15700 ga. Qaranglar, narxlab olani. Hozir men betdan keyin shu nariyoqqa borib turib boshqa mashinalarni qo'yadigan bo'lsam, sizlarga ham ko'rib turgan tomoshabinlar o'sha qimmat-ku deysizlar, shu u yoqdan keyingi mashinalarni qo'yadigan bo'lsam. Qimmat-ku degan gap bo'ladi. Hop, suv. O'sha qizibdi. Suv. Normalniy bo'lyapti, lekin 40 dan tepa. 45. Hop, zavodskiy shtorkalar. Siz pul tortib qo'ysanglar, undan ustiga narsalarni bemalol qo'yib ketaverasizlar. Telar ham akkuratni qilib qo'yilgan. Bu yoqda zapaskalar tushmagan hali. Benzinga Tranki ham tushmagan, buniki ham tushmagan. buni elektropaket bilan Hammasi elektropaket. 15700 ga bosib yuborish kerak bor-ku. Shu kenimga yoki o'zimga, qizimga nimadir mashina olishim kerak deb o'ylab yurgan bo'lsangiz, 41 mingga kraska top toza 2023 ga 24 salondan chiqqan. Hop, maza qilib yuradigan mashina. Cherry Arizo 7 Pro. 93lik 304 11 11 edi. Bosib yuboradigan joyi. Mana 3 tala mashina ham narxi bilan qo'yildi. 14 ming, 13 ming, 15 ming. Yo, narxla qo'yiladi. Yo, bizda yo narxla qo'yiladi. Narx har qayerda portlatiladi. Biz sizdan keyin tomon hozir borib nariyoqqa boshqa mashina qo'yadigan bo'lsam, uning narxi qimmat bo'lib ketadi. Ko'rib turgan obunachilar ham hammaliga aytishadiki, qimmat ekan, nariga qo'yganingiz qimmat ekan deb, o'sha siraz narxni olgandan keyin bilishadi. Endi bordi, nasib qilgani. Nasib qilgani. Ozgina xo'ram, hamisha xo'ram. Hop, like bosamiz, tanishlarga jo'natib yuboramiz. Narx zo'r bo'ldi. 15723 24. Hop, bu 13 ming, bu 14 mingga. Bunaqasi yo'q lekin. Bunaqasi 16 ga, bu ham 16-yil. Gazlar bilan portlanadi.
Mana shuni bosib olish kerak. Kelin tepasiga kelib turibdi lekin. Bugun hozir xudo xolasa yakshanba qo'yib yuboramiz buni. Bosib olinglar, foydalanib olinglar bunaqa. Imkoniyat har doim ham chiqurmaydi. Umid aka bozori bersin, sog' bo'ling, salomat bo'ling, charchamang. Hamyon bopini qo'yamiz. Aytganlarda shunaqa. O'zlarida ham Instagramda nima edi kanal? Toshkent Avtomir. Toshkent Avtomir kanallari bor. U yoqqa ham o'tib obuna bo'lasiz. Bemalol o'tib Haftani obuna o'rtasida yangi mashinalar oladigan bo'lsalar, bozorga olib chiqmasdan turib, sirazi kanalga qo'yadilar. Qo'yaveramiz. Bozor bersin. Narxi bilan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hop, Inamarka va oldimda rishotkali qator va daraxt hamma biladi, zaminitiy daraxt. Mana shu yerda keni borlar, ovqatlarga ham, ayronga ham hamma narsani boplab tashlaydilar. Hop, mana bunaqa rayhon men ko'rib turibsizlar, garimdorlar, qovolar hamma narsa bor. Hammasi tabiiy. Ovqatlarni boplaydilar, zo'r, tabiiy, yaxshi mahsulotlardan qiladilar. Bu tomonga kelib qolsanglar, kirib ovqatlanib ketsanglar bo'ladi. Bilib oldinglar joyi, mana shu daraxtda. Inamarka bu yoqdan kirib kelinganda. Biz o'zimiz ham mana shu yerda o'tirib, bitta suhbatda ayrondan ichib olamiz. Yo'lda kelayotganimda akamlar chempionlardan 605 talikdan bo'lsa qo'yib bering dedilar, bozorga tushishga issiq havoda sal nima bo'lyapti dedilar. Hop, yili buni 23 dekabr. 23 dekabr. O'zi adashmasam elektromobillar hammasi 23 bo'ladi. Shunaqa. 23 dekabr. Kaskasi top-toza. Probegi? Probegi 42 ming yurgan. Hop, narxchi. Narxi 23 ham so'rayapmiz. 23,5 ming sodasi bor. 23,5 ming so'rayaptilar, sodasi bor. Mashinani bitta aylantirib ko'rsatib yuboramiz. Kraska qanaqa? Top-toza kraska. Kraska top-toza. Hop, 4 ta yumshoq balon taqilgan mashinaga, salonlar holati ham akkuratni turibdi. Kalts kirish tizimlari, panorama luk. Hop, mana apchipkalar ham hammasi zo'r holatda. Poni elektropaket, klimat kontrolli, monitor kattasidan. Hop, bundan boshqaruv tizimlari. Salonlar, tepalar. 23,5 ming so'rayaptilar, sodasi bor. Tepasiga kelinadigan bo'lsa, xayri barakasiga o'tadigan joylari bor. 605 talik. 605 talik. 605 talik. Hop. Bu qoramiz-chi? Qoramiz ham shunaqa 23 oxiri. Bu ham kaskasi top-toza. Probegi 48 ming yurgan. 48 ming bo'lgan. Buning narxini Buni ham 23,5. 23,5 ming. Buni ham sodasi bor. Bunga o'zini radnoy balonlar. Hop. Panorama luk. Qorasini so'raganlar uchun 360 kalitsiz kirish tizimlari, multirul, monitor, elektrotablo, to'liq elektropaket mashina endi bilasizlar, buni olaman degan odamlar rosa spros zo'r bo'lyapti bu mashinalarga. Hop, Infinity ekan, akustikalar. 23,5 ming, 48 ming probeg, kraska toza. Sodasi bor. Tepasiga kelib soda qilsanglar, sodasini qilib o'tib beradigan joylari bo'ladi. Nariga ham sizdanmi? Nariga ham. Hop. Bu yo'llari bilan ko'rsatib yuboramiz mana. Sport sohasida topshirmoqchi. Bu ham 23 oxiri. Kraskasi top-toza, balon qo'yilgan, paroklar qo'yilgan, tonirovkalari bor. Bu ham 23,5 52 ming yurgan. 52 ming bo'lgan. Hop, 4 ta balon taqilgan, teyida anaqa paroklari bor, kaltsiz kirish tizimlari, silib bo'ya, 360 hamma narsasi bor. Mana. Akkuratni qilib qo'yilgan ekan. Infinity akustikalarda. Panorama luk. Hop. Mashina o'zimi uyammoqmi? Bu gibrid u. Hop. Gibridi qanaqa? Hop. Chempion gibrid, Braziliyalik 2024-yil eng fulli 40 ming bo'lgan probegi. Kichkina fitnessi bor. Fitnessi bor kichkinagina. Hop, mana buni narxini aytib yuboramiz. Telefon nomeri aytib yuboramiz, mana bunga. Telefon nomeri aytib yuboring. 90li 038 75 66. Hop. 3 ta. 3 ta. Mana shu 605 talik so'raganlarga telefon nomerini aytib, tepasiga kelsanglar, xayri barakasiga o'tib beradigan joylari Tekshirib olishadi bemalol. Ko'rib tekshirib oladi. Yozuvlari bor, bagajni ko'rsizmi? O'sha 24 boshlarda bu. Ko'rsatib yuboramiz hozir orqa tomon bilan. Hop, gibridga o'tib o'tiramiz endi. Hop, gibrid so'raganlar uchun 24-yil Braziliyalik 40 ming probeg, kraska. Kraskasi mana shu kichkinagina fitnessi bor. Ichiga o'tmagan, ofitsialniy garantiyada turibdi aka. Va, ofitsialniydan olingan, hali garantiyada mashina. Garantiyada turibdi. Pulini necha pul qilib beramiz? Pulini bo'lishini sizni odamlaringizga 24,5 bo'lsa. 24,5 ming. 4 ta yangi balon, anaqa yaxshi parok qo'yilgan, 11 oy tonirovka razрешенияsi bor. Kalitsiz kirish tizimli. Hop, Infinity akustika,
katta monitor, yo'ldan boshqaruv tizimlari, skor masalan, shunisini yaxshi ko'raman-da. Zaryadkalari ham bor, hamma narsasi bor. Yetishmovchilik, barterlarga mabodo qiziqadigan bo'lsa, Yetishmovchilik, bank, arenda hammasi bor. Zaryadkalari. zaryadkasi. Bu yoqda Ham zaryadkasi bor, переходниклari. bu uyga ham ulasa bo'ladi. Bu anaqaga обязательно gibrid zaryadka qo'yish shart emas. Bu ham tokli anaqaga ham qo'yib ketsa bo'ladi. Ha, ha, ha. Kattasi. Bu kerakli narsa bu. Qidirib yurmaysiz demoqchi. Hop, nasos bor. Asos bor, hamma narsasi bor. Mashinamiz yaxshi, polirovka keramika bo'lgan. 4 ta balon. Kamko'z hamma narsa qilib qo'yilgan ekan. Telefon nomerimizni 77 040 0090. kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Taklifli bo'lsa takliflarni bemalol aytaverasizlar. Hop, Chang'an Ruani bu gibrid varianti, eng full mashinani. Xo'sh, 1200 kilometr shunaqa atrofida yuradi. Kattaligini qaraydi, bahaybatligini buni. Yo'q narsani o'zi yo'q. Hamma narsa bor bu mashinada. To'rtta yumshoq balon taqilgan. Putlarni qaraylar, dizaynlarni ishlab qo'ygan. Bunamiz chiqib berishini ko'rdinglar. Hop, salonni endi yonidan boshlaymiz, qaranglar. Plasmas narsa yo'q. Hammasi koja, ko'rib turasizlar. Hammasi koja. Sidenalar полный elektropaket, kojalarni qaranglar qanaqa turibdi. Abduf, abagrif, massaj, hamma narsa bor, plus. Mana qaranglar. Ichida konditsioner ham chiqadi, xolodilnik ham bo'ladi. Hop. Mana richaklar, boshqaruvlar, hamma narsa bor. Вообще dahshat. Start stop. Mana elektro tablo, multi rul. Tepada xedab bor. Salonga kamera, lidar, hamma narsa bor mashinada. Kolonkani o'zida Sony akustikada, полный akustikada Sony, Yaponiya. Вообще maza mashina, kengligi, kattaligi juda ham zo'r, lekin orqada o'tirgan odam yayriydi. Ota-ona o'tkazib olib, duoligini olib, safarlarga olib chiqib, Sony akustikalar. Orqada alohida deflektorlar. Tushirib qo'yibman mana. Yo'llarni qo'yib. Narx zo'r. Ishoninglar, narxi zo'r. Bunaqa keng, bunaqa katta mashinaga, bunaqa Navarodga narx har qayerda zo'r. Xo'sh. 20 ming bo'lgan probegi. 22 ga 23. Oh. Uniku. Halen orqani o'zlari dizaynlari osh dahshat. Gibridligi bor. Buni gibridi o'zi juda ham kam bizada, sanoqli bizada buni gibridi. Olib maza qilib haydab yurish kerak. Mana shofirga kelib ochib o'tiradigan bo'lsanglar, qanaqa kutib olishini ko'rsataman sidenani. Mana paniklarigacha bor. Mana qanaqa kutib oladi. Xo'sh. 23 mingga bosib oladigan joy. Okanchi tepada yuribdilar. Savdo qilib narxini tushirdi. 2023 ga 22, 20800 kilometr yurib, 99 da 757, 88, 22 gibrid 20 ming ya 23 mingga bosib oladigan joyi. Hop, Malibu 2018-yil 2 tur 156 ming yurgan. Mana shu chap tomonida kraska bor, o'ng tomonida kraska bor ekan. Hop, qolgan joylar butun orqalari, diskalari primer taqib qo'yilgan. Mashina umumiy holati yaxshi holatda turibdi. Tayyorlovkalari bor, razreshinasi. Tayyorlovka razreshinalari bor. 4 ta eshikli bez ключевой bor, kirib chiqadigan. Xo'sh. Salon holatlari, ko'jalari lekin yaxshi turgan ekan. Ko'pchilar Abdus abagrif bor, 156 ming probeg. Narxini nima qilib beramiz? Oxiri 16200 ga beramiz. 16200 ga. Propan gazlari bilan. Propan gazlari bilan bo'ti 16200 ga 18-yil 2 tur. Tayyor. Olasiz, xudo xolasa haydaysiz. Tayyorlovka razreshinalari bilan. Balonlar holati ham yaxshi holatda ekan. Kraska ham yaxshi sepilgan, lekin unaqa mut bo'lib nimadir bo'lib qolmagan mana. Kraska ham yaxshi sepilgan ekan. Xo'p. 97lik 97lik 142
442 10 10. 10 97lik 448 42 48. Tracker. 22 23. Hop, Premier 22 23 48 ming bo'lgan probegi. Hop, nomerlar ham ko'rsatildi. Kraskalar toza. Kraska toza. Benzinda. Narxi 14200 ga beramiz. 14200 ga. Kalitsiz kirish tizimlar, tonirovkalari, hop tepada panorama, lyuk. Salon holatlari yaxshi holda, yaxshi mamlaqa nakidkalar taqib qo'yilgan mashinaga. Yozda terlatmaydi, qishda issiqqina maza qilib yurasizlar. Bundan boshqa rusini Tracker Premier so'raganlar uchun Tracker Premier narxlari aytildi 14200 ga dedilar. Umumiy holati yaxshi holatda, lekin mashinalar mana aylanib o'tdi. Xo'sh. Telefon nomer 497 442 10 10 97 448 42 48. Gaz balon, metan gaz balon qo'yilgan, 10 millionlik yaxshi originali qo'yilgan. Hop, 4 ta balon taqilgan, orqa garmdorlari, orqa sfera tonirovkali. Parok, polni night paket qilingan. Moylarga chalishtirib qo'ygan bir qo'l mashina. Kraska top-toza 12000 pulda 25 mayda chiqqan. Nech pul qilib beramiz aka? Narxini 18,5 mingdan olmaydi, realni oladigan odam bo'lsa, tepasida gaplashamiz aka. Bo'ldi, mana aytib bergan narsalarni endi sekin ko'rsatib beraman. Hop, oldalarini ko'ryapsizlar, mana qilingan mashina turishlari, turuq holatlari juda ham zo'r. 4 ta yengil yumshoq balon oyog'ida. Hop, tepada panorama, lyuk. Yo'ldan boshqaruv tizimlari, apshipkalar, hamma yog'i zo'r holatda turibdi mashina. Salonlarni ko'ryapsizlar, akkuratni juda ham, chunki probegi ham zo'r. 12000 bo'lgan probegi. 2025-yil paroklar qo'yilgan mana bunaqa metan gazlari ham bor ekan mashina qo'shimchasiga. Ana shuni orqani ochib hozir. Bagajdan shunday qilishdan turibdi. Oho, mana. Talidan tushda qo'yilgan. Qancha yuryapti shunda aka? 300 kilometr yuradi. 300 kilometr yurib yuryapti. Yo'q, qoyilman lekin. 60 ta stabilniy yursa, atay bosib yursa 250 yuradi. Dalniy gundan ko'p. Dalniy to'g'ri. Vaqt ketkazmasdan tayyorni olaman deganlar uchun. Mana night pack qora qilib, Bas 100% toza, aktidan tepada. kraskalar top-toza. Hop, Resursdan oldin kraska atmas. Okey, realni nech pul qilib beramiz? Narxini Realni bezovta qanday shu o'ziga qilingan, ko'p yurmadi mashina. Bunga mana probek, o'zini halol probegi, любой joyda proverka tekshiramiz. Kraskasini ham probegidan любой joyda tekshiramiz. Realni oladigan odam bo'lsa, baraka top haydaydi, podarkaga ham zo'r mashina, o'sha ustida aytganimdek, ustida kapotda gaplashamiz. 18 dan pastiga bitadimi? Realni pul chiqarib sanab qo'l chiqib savdo qiladigan bo'lsa, bir xonada turma 19000 narx qilganda 30 million pul yetmaganda bermadim shu mashinani. Surxondaryoliklar kelishdi, aka dedi, mashinangiz menga yoqdi dedi, polni navrudli mashina ekan, o'sha Mercedes hadovoyliga qilingan ekan dedi. Chansigan ish hozir bo'yam dedi. 16,5 ming pul bilan ketdi dedi, 30 million pulingizni bir haftada qilib beraman deganda, aka bermadim. O'zim to'g'risan, ishonmadim. O'shandan keyin o'zimda yana qoldi mashina. hop, O'shandan ham tushib bera olmadim hozir. aniq-taniq aytganingizdek, pul chiqarib kapot tepasida savdo qilinsa shunda ma'lum bo'ladi. Oladigan odam bo'ladi o'zi kelimda. 97 Pul bilan lik kelganiga gaplashamiz. 767 33 31 yetishmovchilik bartarlarga qiziqadigan bo'lsa, mabodo taklif bo'lsa bildirib ko'rsa bo'ladimi? Bo'ladi. Aka, endi mashinani qanaqa bir qo'l kam yurgan mashina bo'lsa, faqat Trackerdan tepasi, past emas. Ha, bo'ldi, tushunarli. Mabodo Trackerdan teparoq bo'lib turib, o'zingizlarda alishtiraman deydigan bo'lsanglar, taklif bo'lsa qo'ng'iroq qilgan taklif bildirib ko'ringlar. Ma'qul bo'lsa, ko'rish bu yog'i savdo bo'lib ketadi. Bozorni bersin, barakasini bersin, aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hop, BYD Sevil elektromobil so'raganlar uchun 2023-yilda ishlab chiqarilgan mashina. 101 ming yurdi. 405 zabatli. 405 taligi fulli 101 ming bo'lgan. Kishilik monitor aylanadi. Hop. Kraskasi? Kraska bitta orqa eshigi, nariga orqa tarafda bitta eshik. Pulni nech pul qilib beramiz, aka? Puli 11600. 11600. Tepasiga xayri barakasi bor baribir. Kelishtirib o'tib beradigan joylar. Elektromobil haydayman deganlar uchun rosa ekonom, maza qilib yurasizlar. 405 talik. Eng o'zini yurib beradigani bu Evakordan poliklar 4 ta yumshoq, yaxshi balon taqilgan mashinaga umumiy holatlar mashinani ko'rib turibsizlar, zo'r yaxshi holatda turibdi. Mana. Bundan orqani ham ko'rsatib o'tib ketaylik, kengligini ko'ringlar. Qanaqaligini.
405 talik 2023 yil Brisbane probek. Narxi netto 98 lik 301 30 37 97 lik 775 09 72. Xo'sh. Bunimiz-chi? Jimef Renault. Jimif Renault 420 zapas kodligi. 2022 yil ishlab chiqarilgan. 5 ko'chovi. Yaqinlashganda o'zi avtomatik eshiklar uchkala ochiladi, uzoqlashganda yopiladigan. To'liq zaryadka bilan 420 kilometr yo'l bosadi. Xo'p, kraskalari toza. kraska toza. 46 ming yo'l bosdi. 46 ming yurgan. Hop, nech pul qilib beramiz buni? Buni 14,5 ming so'rovimiz, Savdosi bor. shodasi bor. 14. Telefon nomer mana shu 98 301 30 37 97 775 09 72. Mana endi mashinani obzorini ko'rsatib yuboramiz. Bosh balonlar holati mana elektromobil so'raganlar uchun. Mana elektromobil saloni ham u keyingi. Mana chiroyli ishlab qo'ygan ekan. Salomat. Elektromobillarni to'g'ri keldi. Ekonomika tomonidan ham zo'r bo'lyapti, yaxshi yuryapti, shahar ichida yurishga ham mana shu zo'r, mana shu yerda Miatina chiqqan ekan, Miatina chiqqan joyi bor ekan. Salon holatlari. Hop, mashina umumiy kattaligini ko'rsataymi? Hop, kattaligi mashinani ko'rinishi chazor. Kattaligi chazor bilan bir xil deyarli. Narxi lekin 14,5 mingga. Orqa tomonlari. Orqani ko'rinishi Honjiga o'xshab ketar ekan. Orqani ko'rinishi Honjiga o'xshar ekan, umumiy kattaligi lekin mashinani chazorga o'xshab ketadi. Narxi yosh bo'lib, telefon nomerini aytib, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 14,5 mingga men ham narxini aytdim. Keloni ham olaman sizlar, kelovida ham savdosida kelsanglar, tepasida kelishtirib beradigan joylari bor. Hop, biz qo'ldan kelgancha narx-navolarni bilib berishga, chiqarib berishga harakat qildik. Bizning mehnatimiz samarasi har doimgidek layklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib olamiz. Telegram, Instagramga o'tib obuna bo'lib olinglar. U yoqda hatto o'rtalarda yaxshi mashinalar qo'yilyapti. O'zingizlarda ham sotiladigan mashina uy joyini deyishimiz bo'lsa, ko'rsatilgan nomerga qo'ng'iroq qiladigan bo'lsangiz, qo'ldan kelgancha hammasini joylab beramiz. Alloh har bir kunimizga xayr baraka yog'dirsin. Musofirdigilar, safardigilar eson-omon, sog'-salomat vatanimizga, yurtimizga kelib olishsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Doim yaxshilikni ko'rishinglar. Yurtimiz tinch bo'lsin, xalqimiz boy bo'lsin. Omon bo'ling.